Hurmatli Alisher Hasanovich, menga firibgarlik qilib $15,850 berib kelmayotgan bir devor qo'shdim Fazilla Jo'rabekovni 14-boshqarma, 16-boshqarma, 12-boshqarma shu kungacha qonuniy qaror qabul qilib ishga o'rganishni xohlamayapti. Chunki Fazilla Jo'rabekov pochchasi Rustamov Nizom bilan soxta ta'sischi bo'lib kirib, O'zbekiston Belarus qo'shma korxonasi Peshkotex qo'shma korxonasiga ulushsiz kirib, taxminan bir $700-750 ming o'marishgan bular. Pochchasi sudya bor. Pochchasi turibdi bu ish ustida. Hamma soxta fuqarolik qarorlar chiqarilishida. Jinoyat tergovi hamma yoqda rahbarlik qilib kelgan Nizom Rustamov bo'ladi. Jinoiy guruh rahbari qarangki 2008-yili o'z xohishi bilan ta'sischilikdan bo'shab ketyapti. Tayyorroq. Chunki men yozishni boshlagan edim. Portalda Inson va qonun hamma yerda. Ma'lum bu Jo'rabekov pochchasini himoyasida hech kim yashamagan qurilishlar 61% ga yetgan uy-joy. Yondosh G'aniyevaniki qudasi Xolmatovani. Bu yonidagi Xolmatovaga tegishli 60. G'aniyevaniki 15% qurilishlari. Shu ikkita shartnomani Xolmatovaniki 25-50-90 shartnomani ham Jo'rabekov Fazilla rahbarligida soxtalashtirilib, go'yoki Toshmul savdo birjasida rasmiylashtirilgan. Birjada rasmiylashtirishdan oldin shartnoma kontrakt tuziladi. Shartnoma kontrakt yo'q shugacha. Shartnoma kontrakti sotuvchi broker, sotib oluvchi broker ishtirokida birja direktori bilan shartnoma kontrakt tuziladi. Shu kungacha Jo'rabekovlar shartnoma kontrakti na prokuratura, na tergov, na fuqarolikni taqdim etadi. Nima evaziga buni haqiqiy deb kelib qarorlar qabul qilib kelishdi. Alisher Hasanovich, nima uchun meni qabul qilmayapsiz? Qani adolat? Haqiqatni xohlaysizmi? Siz 15-boshqarma boshlig'isiz. Oxirgi nuqtani qo'yadigan siz. Sudyalar jinoiy qilmishini soxta sudyalar stalbalani sudlaydigan soxta chiqargan qarorlarini siz qonuniy baho berasiz. Meni nimaga chaqirmayapsiz? 5 marta chiqdim qabul qiling. Meni yolg'on emas 14-boshqarma boshlig'i qabul qildilar. E'tiborlariga rahmat. Qarorda 3 ta holatni ko'rsatdim men ularga. Uy joy 2003-yili 24-iyundan uy joylar. Hozirgacha taqiqda bo'lib kelyapti. 150 million kredit evaziga garovga olingan bankdan. Shu qanaqa bu joyi Jo'rabekov tanishiga sotyapti. Uni nomidan kreditlayapti Jo'rabekov. Keyin o'zi qaytarib olyapti. Bu huquqbuzarlikka 16-boshqarma boshliqlari Babajanov, Maqsitov, Rahmatov, Toshdemirovlar bo'ladi.
Chunki 766-son shartnoma G'aniyevani o'yini sotib olgan. Go'yoki Jo'rabekova iroda. Vaholanki 766-son shartnoma rasmiylashtirilishida 766 shartnoma kontrakt tuziladi. Sotuvchi broker va sotib oluvchi brokerlarni imzosi soxta. Fazillat Jo'rabekov rahbarligida soxtalashtirilgan. Endi menga ketma-ket uzluksiz Inomjonim, bilmayman bu huquqiy bilimi pastmi bu Inomjonovni, yo yaxshi manfaatdor bo'lganmi? Ko'rsatyaptiki 2559 Xolmatovani o'zi sotilishda, 766-G'aniyevani o'zi Xolmatov Ilhom soxtalashtirgan. Vaholanki Bobojonov, Maqsitov, Rahmatov, Toshtemirovlar menga bergan xati bor. Saydaxonovga maishatli vakili bo'lib qatnashganman. Ish holati bilan to'liq tushunchaga ega bo'lgan holda gapiryapman shularni. Ma'lum qilyapman. Tergovda qatnashdim. Hamma yoq soxtakorlik. Peshko'tek Qo'shma Farg'onada soxta olingan dividendlar 750 ming. Ana hozir buni agar haqiqiy qonuniy ko'raman desa 4 ta 16-boshqarma boshliqlari jinoiy javobgarlikka tortilishga o'tdi aytiladi bergan xatida. 766-son shartnomani rasmiylashtirilishida sababchi bo'lgan Xolmatov Ilhom JKning 228-moddasi bilan aybdorda hibsga olinib, tergov harakati o'tkazilib, so'ng ayblov bilan sudga yuborilgan. Bo'lmagan gap. Bu bo'xtonlarni nima evaziga 4 ta 16-boshqarma boshliqlari menga berishdi. Qani jinoyat ishi? Buni hibsga olingani jinoyat ayblov bilan qani? Hukm qani? Alisher Hasanovich, siz bu holatlarni hammasini bilib shuning uchun meni qabul qilyapsizmi? Bu bir. Mana jinoiy qilmishi o'rnatiladi. Hammasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Alisher Hasanovich, я вас предупреждаю. На законном основании. Вы хотите правду? Будьте любезны. Выведите это все наружу на законном основании. Дальше это нетерпимо. У меня все процессуальные документы на руках. Mana kimlar sabab prezidentimizga mandaka sarson bo'lib yurgan, qiynalib firibgarlardan qancha fuqarolar norozi bo'lyapti. Prokurorlar sababchi prezidentimizga norozi bo'lishimizga. Shu bois 25-59 shartnoma soxta 2 marta o'tkazilgan ichkisi. Uchinchisida biz o'tkazdik. 20 yillik staji bilan ekspert o'tkazib 25-59 shartnomadagi imzo ismi sharif yozilgan yozuvlar Jo'rabekova tomonidan bajarilmagan. Buni inobatga olinishyapti. 14-boshqarma boshlig'iga otasiga ming rahmat. Shu holatlarni etdilar. 7-may 2008-yil kuchida fuqarolik sud qarori.
Jo'rabekova foydasi. O'tda sudya Hoshimov borgan. Ko'rsatyapti. 766-son shartnoma bo'yicha birorta bir ma'muriy idora qonuniy baho bermagan. Qanaqa to'rdirab 842 32 son jinoyat ishi 13 tomli mana arizam asos 18 dekabr 2017-yili tergovchi Davron Muzaffarjayev tomonidan chiqarilgan qaror asosida topilgan. Nima kuchli? Sud qarorimi, tergovchinikimi? Sud qarorida hozir qonuniy baho berilmagan. Ana kuchli. Nimaga yashirib kelingan? Ana 4ta 16-boshqarma boshliqlari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Hammasi. Men sizdan o'tinib so'rayman. Alisher Hasanovich, на международном уровне это будет рассматриваться. Поплывет. Перед президентом будете отвечать за это беззаконие. То, что творится в 14-м управлении, 16-м, 12-м управлении. Mana yaxshi 14-chi boshqarma boshliqlari tushdilar, qabul qildilar, otalariga 12 tushmaydi. Chunki 12 ikkinchi marta jinoiy kodeksi 139 bilan mana aybdor deb topilib 2 yil 10 oy 21 kun erkinligimni cheklab. Men bo'ynimga 1 yil 4 oy 6 oyni olib tashlashdi. Men aytdim, ariza berman, nima olib tashlaysizlar mendan? Men bu soxta hujjatlar, kvitansiya pul to'laganligi haqida soxta. Bankdan 3 ta javob xato olganman. Muhr bizaniki emas, kasr imzo bizaniki emas. Pul o'tmagan. Sud bo'lyapti, kattagi bo'yicha zabron beryapti. Sudya Boboyev. Zangata tumanlari Zangata tuman Xalq banki filialiga. Ular mana kompyuterda bor. Xo'p, kompyuterda bor bo'lsa, o'tda приходной order kassaviy turibdi nusxa. Asli imzolab qo'yilmagan. Kvitansiya ham nusxa. Qanaqa meni jazoga tortinglar? Qaqqa qaravotsalar 15-boshqarma boshlig'i. Bu qo'limda shuncha dalil. Bu hamma hozir ko'tariladi. Bu jurnalist vakillar, meni qabul qiling. Qachongacha sarson qilasizlar? To'g'ri odamlarni, firibgarlarni himoya qilishda. 73 kunga jinnixonaga yotqizdinglar. Jinni qilib ko'rsatishga, chunki prokurorlarni fosh etdim men. Prokurorlar tegib bo'lmaydi, ularni jinoiy ochib bo'lmaydi. Jinni qilib ko'rsatish, jinnixonaga tiqadi. Bo'lmasa tuhmat. Jinoiy kodeksi 130. Takakava niyat o'ynayapti. O'y joy bo'yicha 2 ta o'y soxta shartnomalar. Captiva soxta. Captivani jinoyati shu fakt bilan isbotlanadiki, texpasport olingan 2013-yili 8-oktabrda. Bez spravka счет. 12-da keyin tergov gaplashib respublikaga aydan beryapti. Mana bunaqa spravka счет. 12 bo'lsa texpasport o'zgarish kerak edi. Jo'rabekov shu soxta texpasport bilan sotvardi. Ana jinoyat. Qani qonun? Nimaga qonunni chetga chiqarib tashlaysizlar? Alisher Hasanovich, siz juda qudratli boshqarmani boshqarasiz. Bu televizionni meni qabul qiling. Mana faktda tag'in boshqa gaplar bor.